Mening ismim Galili. Mening bo'ynim sal qattiq. Yevropada Jungodagi ko'nzi bilan o'rni o'xshash bir odam bo'lib, uning ismi Aristotel. Mening bir umr qilgan ishim Aristotelning xato deyish bilan o'tdi. Aristotel jismlarning erkin tushgan surati uning massasi bilan o'ngtanasib bo'ladi. Ya'ni og'ir jism itdik, yengil jism afsus tushidi degan edi. Hozir to'liqsizning o'quvchilarimi ongis kuladigan bu gap 2000 yildan beri kishilarni ishontirib kelgan edi. Men erkin tushgan jismning tezligi uning massasi bilan munosabati yo'q degan yakunni chiqarib Aristotelning gapini inkor qildim. Pisamunar tajribasini meni ba'zilar ishildi deydi, ba'zilar ishlamadi deydi. Muhimi men Aristotelni asta qo'pirib uning beshiga yengil birini chekib qo'ydim. U bizning g'arbning avliyosi edi. Uning ta'limotlarini diniy jamiyat o'zining ideya tuzilmasining bir tarkibi qilib olgan edi. Shunga mening radiya berganim ilm-fan nuqtasidagi bir qarash emas, balki tegi ko'rinmaydigan bir manfaat zanjiri bo'lib qoldi. Men maktabdan haydaldim. Do'yin nomerimni taqaldi. Lekin mening bo'ynim sal qattiq. 1609-yili men tunji teleskopni yasab chiqdim. Bu teleskopim bilan Aristotelning beshiga yana birini chekib qo'ydim. Chunki u osmon jismlari kamkutsiz mukammal bo'ladi degan edi. Lekin men teleskopimda ko'rgan oy meteorit ozgonlari bilan to'shib ketibdi. Aristotel yer sharini olamning markazi, osmon jismlari yer sharini aylandi degan edi. Lekin men 4 hamroning to'xtamay Yupiterni aylanayotganligini ko'rdim. Sansizligan yulduzlardan tarkib topgan saman yo'lini ko'rdim. Mening ko'rganlarim Kopernikning yer olamning markazi emas deganlarga ishondirdi. Men astronomiya jihatdagi bu bayqashlarimni Yulduzlar elchisi degan kitob chiqarib chiqardim. Bu kitob chiqishi bilanla dindorlar menga tish tirnoqlarini bildi. Menga qarshi turish uchun ular teleskopni chekladi. Ularning bunday jiddiylashishimi ajablanarlik emas. Ular yerni olamning markazi deb tashviq qiladi. Men ularning eng tub manfaatiga cheqilib qo'ydim. Shuning bilan nomerim yana taqaldi. Ularning qiladigan ishi yenga olmasa nomerni taqash. Ular menga "Galili, sen osmonlarga qarab nima qilmoqchi?" dedi. Men ularga javob bermoqchi edim. Ammo Asi degan qalpoqqa erishganligim uchun Rimdagi papaning oldiga berib tövbe qildim. Ash bo'lsa qazon, jon bo'lsa jahon deydi emasmi? 8 yildan keyin mening bir do'stim papalik o'rniga chiqdi. Ichimda kulgim keldi. Aristotelning beshini chekadigan vaqt yana kelgan o'xshaydi. Bu chaqda men azroq kengchilikka erishib, yer sharining quyoshni aylanib harakat qilganligini tarqatmasam bo'ladigan bo'lgan edi. Lekin men yana bosh chekadigan xumorimni bosolmay, astronomiya tarixidagi eng ulug' asar ikki xil dunyo sistemasi Kopernik bilan Ptolomeyning dialogi degan asrimni yozib chiqdim. Yozgandimmi burunqidimi aniq qilib, kishilar quyosh markaz ta'limotini tushunib, Kopernikni qo'llaydigan darajada yozib chiqdim. Keyin mening nomerim yana taqaldi. Burunqiga o'xshamaydigini bu qatim mangulik taqaldi. Ular dialog nomli bu kitobimni ko'ydirib tashladi. Menmo ko'ydirilishga tasliq qoldim. Bu 1633-yili bo'lib, men 69 ga kirgan edim. Kisal chirmagan tenimni papaning muz chiqib turadigan peshtiqiga qo'yib to'g'ri qildim. Ularning meni ko'ydirmasligi menga ish og'irtganligi emas. Chunki ularning ko'ydirmoqchi bo'lgani Galili emas, balki uning qarashlari. Mana bu mening umrim. Balkim siz sening Aristotelda nima uchun bor edi deyishingiz mumkin. Dal aksicha, men uni har qanday odamdan o'tdan tushunaman va har qanday odamdan uni hurmatlayman. Aristotel insonning qimmati o'ylanish va tafakkur iqtidorida. Hargizmi hayot yurishda emas degan edi. U bir tog' edi, ammo o'zini bilmay, hozir boshqalarning kishini bo'lib qolgan edi. Manfaat to'pidagilar o'z manfaatining yemirilmasligi uchun uni haddidan ziyoda uchirib, qarashlarini inkor qilgani bo'lmaydigan qilib etgan edi. Amaliyotda ular Aristotelni hech qanday cho'ng bilmaydi, hatto tushunib qo'ymaydi. Ularning cho'ng biladiğini va tushundigini o'zining oltin tovuqili xolos. Ular boshqalarni o't tirik ko'ydirishga rozi bo'ldiki, mening teleskopimni elib osmonga bir qarab beqishni xohlamadi. Nemil bo'lmasin, men yana xatoligimni tunib hayotimni saqlab qoldimda, bir umr nazoratga hukm qilindim. Hayotimning oxirida dinamika va o'rin harakatining ilmiy dialogi va matematik isbotlari degan asrimni yozib chiqdim. Bu kitobda mening umrlik yurak qollarim mujassamlangan. 1638-yili kitob nashr qilinganda mening ikki ko'zim kordan chiqqan edi. Men kitobni silg'inimcha qorong'ulikdagi nurni ko'rgandek bo'ldim. Men keyingilarning ilm-fan izlanishlari uchun meningdek jonni olqonga elib qo'yish lozim bo'lmaskan deb tilayman. 1642-yili 1-oyning 8-kuni 77 yoshimda bu bo'yni qattiq hayotim oxirlashdi. Diniy jamiyat oxiri dedi. Ular shodligini yoshirgunicha meni ustavotganda
men ketib 2-yilila mendimi yomon birisining dunyoga kelganligini o'ylab boqmagan edi. Isaac Newton degan shu.